Nilqi qo'zg'olonining bosh qo'mondoni Fatih Batur. Fatih Batur 1900-yili 2-noyabr kuni ayni chog'dagi Char Rossiyaga qarashliq Tatariston avtonom oblastida dunyoga kelgan. Fatih Muslimovning oilasi bolsheviklar tarafidan xalq dushmani deb qaralgan bo'lg'ashqa, dastlabda Olmataga 1918-yili 5-oydagi Atu fojiasidan keyin Altay viloyatiga ko'chib kelgan. Fatih Muslimov 1941-yilning eng oxirgi paytlari Isoqbek Mononov bilan tunji qitim maxfiy yo'sinda uchrashgan. Isoqbek Fatih Baturga Jallod Shingsayning Stalinga uzul-kesil osiylik qilib, Nanjingdagi Gomindan Xitoylarining atamani Jiang Kayshining qo'yniga o'zini otqanligini, pat arada Yaponlardan kechib Xitoyning g'arbiy shimoliy qismida qo'rqinch va ochliqda jon talishib yotgan Gomindan qurolliq kuchlarining Sharqiy Turkistonga sal kabi eqib kiradiganligini, uningdan keyingi yerlik xalqning o'z vatanida milliy mavjudlik krizisiga duchor bo'ladiganligi, shunashqa Shingsay ularga qo'l silishdan ilgari oldin harakatga o'tish lozimligi haqida to'xtalgan. Fatih Batur Isoqbekning Shingsayni og'dirishdek fikriga qo'shilgan. Bir satqunning pash qilishi bilan bu plan sezilib qolgandan keyin Isoqbek 1943-yili 4-oyda Fatih Baturning yordamida eng qobil ikki odami bilan G'uljidan Olmataga utuqliq qechib chiqib olgan. Orqadilla Fatih Baturmu Olmataga qechib chiqishga majbur bo'lgan. Sovet ittifoqining ko'rsatmasi va taklifi bo'yicha Fatih Batur Olmatada turib elidan qechib chiqayotgan Uyg'ur va tatarlarni asos qilgan Sharqiy Turkistonlik yoshlarni oldi bilan harbiy mashq qildirib, muvofiq paytda G'uljining tog'liq rayonlariga yo'tkilib, Jallod Shingsayning Yarish vodisidagi harbiy mustabid hukmronligini og'dirib tashlamoqchi bo'lgan. 1944-yili 4-avgust tun nisbida Nilqi Ulastayliq Akbar Batur va navri inisi Seyit Baturlar 9 otni Qozog'iston chegarasiga utuqliq haydab berib, o'rislardan o'zini qo'g'dash uchun qurol yaroqlarga almashtirgan. Fatih Batur kechilab Olmatadan Ili Sovet chegarasiga kelib Akbar Batur bilan uchrashgan va bir kecha qizg'in suhbatlashgan. Akbar va Seyit Baturlar Nilqi tavasidagi barcha bahodir azmatlarni atrofiga to'plab, Fatih Baturni va yaxshi mashqlangan odamlarining Nilqiga kelishini kutib turishga va'da bergan. Uningdan sirt Akbar Batur Fatih Baturga Urumchidagi Shingsay turmisidan utuqliq qechib ketgan G'ani Baturni Ulastayga taklif qilish haqida maslahat bergan. Olmatadagi va Nilqidagi yuqorqidek bir qator tayyorliklardan keyin 1944-yili 8-oyning 8-kuni Fatih Batur boshchiligidagi 9 kishilik zarbidor atrat Qo'rg'as chegarasidan kirgan va Nilqi nohiyasidagi Ulastay teg'iga berib, Akbar Batur qatorliqlar bilan ko'rishib, qo'zg'olonning maslahatini qilishgan. 1944-yili 8-oyning 14-kuni Ulastay teg'ida Fatih Batur, G'ani Batur, Akbar Batur, Seyit Batur, Qurbon Burhoniddin, Rafiq Baychurin, Nur Obulov, Osman Ibrohimov, G'ushur Mamutov, Hamid Muslimov, Moldajan, Seryoja Lapshin qatorliq kishilarni yadro qilgan partizanlar atriti qurilgan va vaqtliq qo'mondonlik shtabi ta'sis qilingan. Fatih Muslimov bosh qo'mondan, Akbar Batur, G'ani Batur va Seryoja Lapshinlar muavin bosh qo'mondan bo'lgan. Mazkur partizan atriti qurilgandan keyin 8-oyning 17-kuni Nilqidan bularni tutishga kelgan Nilqi saqchi idorasining barliq odamlarini yo'qitib, tunji g'albini qo'lga keltirgan va bir qancha qitimliq g'alabalik janglarni qilib partizanlarning kuchi bargancha ulg'aygan. 10-oyning 5-kuni kechda Nilqi nohiya bozoriga hujum qilib,
bir kecha kunduz jang qilishi orqali 7-kuni saharda Nilqi nahiya bozorini ishg'ol qilgan va G'uljidan yordamga kelgan Gomindangning yengilmas deb qaralgan sarxil harbiy qo'shinlarini mag'lub qilgan. 1944-yili 11-oyning 6-kuni Ozodlik tashkiloti G'uljida harbiy qo'mondonlik shtabini qurib, Ili viloyatining har qaysi joylaridagi barliq tarqoq harakat qilayotgan partizan atroflariga bir tutash qo'mondonlik qilishni qaror qilgan. Sovet ittifoqi ofitseri Petr Romanovich Aleksandrov bosh qo'mondon bo'ldi. Uning a'zolari Rahimjon Sabraji, Abdukerim Abbasov, V.M. Majarov, Qosimjon Qambri qatorliqlardan tarkib topgan. Harbiy qo'mondonlik shtabi 11-oyning 7-kuni shahar bo'yicha qo'zg'alon ko'tarishni jangovar Nilqi partizanlarining G'uljini ozod qilishiga moslashishini qaror qilgan. Nilqi partizanlari Fatih Batur, G'ani Batur va Akbar Baturning navri inisi Seyit Batur qatorliqlarning yetakchiligida 3 yo'lga bo'linib G'ulji shahriga sharq tarafdan hujum qilib kirgan. Bir necha kunlik keskin jang orqali 11-oyning 12-kuniga kelganda G'ulji shahrining Harambog', aerodrom, Langshang butxonasi qatorliq o'rinlardan boshqa joylari partizanlar tarafidan to'liq ozod qilingan. Bu jarayonda Gomindangning 1500 nafardan ortiq askari yo'qitildi. 1500 dan ko'proq askari asir elingan. G'ulji shahri asosan ozod bo'lib, 1944-yili 12-noyabr Ozod Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin Fatih Batur Nilqining hokimligiga tayinlangan. U bu hokimlik mansibini 1951-yilgacha davomlashtirgan. 1945-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati Fatih Baturga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan. Xitoy Qizil armiyasi Sharqiy Turkistonga kirish arifasida Stalinning buyrug'i bilan G'ani Batur va Fatih Batur bir mezgil yaxshi dam oldirish bahonasi bilan Lanjoga opirib nazarband qilib qo'yilgan. Keyin ikki Batur qaytib kelib, Wang Jinning o'ktamliklariga bo'y egmagandan keyin Wang Jin tashviqot vositalarini ishga silib, ularning hayvisini yerga urishga uringan. 1951-yili 22-iyun atalmış Şinjan geziti uzun bir siyasi maqala e'lon qilib, G'ani Baturni Xitoylarni nahaq o'ltirgan, millatchilik qilgan, zo'ravonlik qilgan degandek tanqidlashlarni keng tashviq qilgan. Arqadilla shu yili 12-iyul mazkur gezitda Fatihning Şinjandagi jinoyatlari nomli yana bir siyosiy tanqidlik obzor e'lon qilingan. Oqibat G'ani Batur va Fatih Baturlar 1952-yildan 1954-yilgacha yana Lanjoga opirilib, ideya o'zgartish bahonasida qattiq ruhiy besimga uchirgan. Eng oxirida ular cho'ng vaziyatning qo'ldan ketganligini his qilib, 1955-yili 5-may kuni birlikda Qozog'iston ittifoqdosh jumhuriyatiga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Sharqiy Turkistonning mustaqillik inqilobida tillarda daston bo'lgan Tatar qahramon Fatih Batur 1980-yili 27-noyabr Almatada vafot bo'lgan.